obunachilarimiz uchun Yushu Kazan nabordan 10'sini mutlaka tekina shu video davomida egalarga topshiramiz. 10'sini beramiz. Bir konteyner aldınız, yanında havalayıp koşup verdi. Havalayık soğuqaları. Az özü Sparka bilet. 40-50 gradus ısı boyat. Konteyner mi aldınız? Yanında havalayıp hem gitti. Rahmatçılar, eğer şu videomuz 5000 like yığadan bolsa, 300 görüp turan soğuqalarınızı həməsini podpisçilərə tapşıramiz. Tekina verəmiz. 50 dənə soğuğa başlıyor. 50 dənə soğuğa var. 50 dənə soğuğa. 5000 like bolsa, şundayla verəmiz mi? Şimdi podpisçilərə verəmiz. Cavab, garantiya. Obunachilar onda like basıp aktivini gösterdik. Assalomu alaykum, ishlaringiz omad. Men Amudara rayonidan gaplaringizga ishonib borsak bo'ladimi? Borgandan keyin boshqa gapmi? iPhone'lar. iPhone'lar ham bor. iPhone 11dan iPhone 17 Pro Max'gacha bo'lgan ishlatilgan variantlar ham bor, toza variantlar. Qo'yib berajekmiz, xudo xolasa. Sezoni keldi, ham skidga qo'yamiz, ham sovg'asi bilan beramiz. Ham sovg'asi bilan qo'yamiz. Shu aytilgan aksiyalarda 7 kunning ichida kelib xarid qilsalar bo'ladi. Menga kommentariya bo'lgan ekan, aktiv zo'r bo'libdi. Aktiva gap bo'lishi mumkin emas. 1000 dana 800 iknansam, 2,5 qilsam shu boqam. Shu baqa hamasida 3 sovg'alar qo'shib beriladi. Konditsioner tekina bo'ladi. Konditsioner ichida podarki bu. Podarki mutlaqo tekina bo'ladi. Saodat Matchanova, Lochin Texnoga omad, ishlaringizga rivoj barakasini bersin deb. 43lik 1.440.000 deysanmi? 1.440.000 so'm Lochin Texnodan kelib kelsalar bo'ladi. Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari. Obunachilar, bugungi videomiz Lochin Texnodan bo'ladi. Obunachilar, bilasizlar, bu yerda sovg'aga Spark qo'yib turibdi. Bu Sparkimiz ham xudo xolasa tez kunlarda o'z egasini topadi. Nima oz qoldi deydi obunachilar, bu Sparkimiz. Hozir to'liq ma'lumotlarni ichkariga kirib o'zlarini olib chiqamiz. Yo'llarga, manzillarga olib bo'lsak, 50 kilo tomoni 40 qizobatda bo'ladi bu Lochin Texno. Bu taraf yana 40 qizobat bozor bo'ladi o'zi. Bozor tarafdan kelaverishimizda chap tarafimizda Lochin Texno. Bu tarafdan kelsak, Bo'stondan 40 qizobatga kelaverish yo'limiz bo'ladi bu. Bo'ston tarafdan kelaverishimizda o'ng tarafimizda bozorga yetmaydi Lochin Texno bo'ladi. Bundan tashqari obunachilar kelaverishimizda yana skuterlar bor. Skuter verlilar sezoni gap turgan. Skuterlarni ko'rib turganlar, sizlar xohlagandan topsanglar bo'ladi. Videoni boshlashda obunachilar bir like bosib, do'stlarga tashakkur qo'yishni unutmaymiz. Skuter kerakmi, boshqami, hammasidan bor. Undan tashqari yana tricykellarimiz bor, 3 odamlik, oilaviy. To'liq ma'lumotlarni obunachilar xudo xolasa ichkariga kirib birgalikda ko'rib chiqamiz. Obunachilar ichkariga kirib oldi, to'liq ma'lumotni esa dishlatdan olamiz. Yaxshi bo'lsa, rahmatchilar, amasa keldingizmi? Shukr, rahmat. Assalomu alaykum, Fatlamachal, sog'man yursizlarmi? Qanday bugun aksiyani yomonni qo'yaman dedingmi? Aksiyani zo'rlari xudo xolasa issiq havoda maishiy texnikalari obunachilarimiz uchun, obunachilarimiz uchun yechida bo'lmagan zo'r skidkalarni yonida sovg'alardan qo'yib berajekmiz. Sovg'alar bilan. Sovg'alar bilan. Uni oldi rahmatchilar, obunachilarimiz uchun Yushu Kazan nabordan 10'sini mutlaka tekina shu video davomida egalarga topshiramiz. 10'sini beramiz. 10 dana Kazan nabor. Bir emas, 2 emas. 10 dana. Shu videoda. Shu videoni o'zida beramiz. Ben olib qo'yamiz hozir. Obunachilar, videoni oxirida o'tirmay ko'rsanglar, shu sovg'alarni bir aynan sizniki bo'lishi mumkin. Shunda shu videoda aniqlaymiz. Shu videoni o'zida aniqlab beramiz. 10 danasini. Obunachilar. Mutlaqo tekina deysanmi? Mutlaqo tekin bo'ladi. Obunachilarimiz uchun xudo xolasa Lochin Texnodan sovg'ani zo'ri. Shu videoni ko'rib, like bosib, bizlarga obuna bo'lib, shu videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsalar bo'ldi. Kommentariya orqali like bosib, kommentariya yozgan bo'lsa, videoni oxirida ko'rgan bo'lsa bo'ldi. Oxirida ko'rgan bo'lsa bo'ldi. Ish sovg'alar. Hammasi tekina bo'ladi. Necha bo'ldi bu? 8. 8 bo'ldimi? 9, 10 bo'ldi yana. 10'sini mutlaqo tekina deysanmi? Mutlaqo tekina bo'ladi, qozonlar to'plami. Obunachilarimiz uchun xudo xolasa Lochin Texnodan bir zo'r sovg'a. Bizani kuzatib, bizani qo'llab-quvvatlab shu videoga like bosib turganlar uchun biz obunachilarimiz uchun xudo xolasa rahmatchilar. Like bosib, kommentariya yozib turgan bo'lsalar bo'ldi, xudo xolasa shu videoda aniqlaymiz. 10'sini. Shu vaqtgacha barakatimiz, xudo xolasa bundan keyin ham shunday bizani kuzatib tursangiz, zo'r sovg'alarni Lochin Texnodan utib olishingiz mumkin bo'ladi. Video davomida aniqlab beramiz buni. Video davomida aniqlab egasini beramiz. Esa bu xalqimizda aksiyalar bormi Lochin Texnoda? Aksiyani zo'ri bor, rahmatchilar. Zo'ri. Yechida bo'lmagan. Necha kun qo'yamiz tashlab aksiyani boshidan? Bu aksiyalarimiz 7 kun davom etadi, rahmatchilar. 7 kun davomida. 7 kun davomida kelib Lochin Texnoni xohlasangiz 40 qizovatdan, xohlasangiz Güdürsin filialdan xarid qilsanlar bo'ladi. 2 filialdan baho bir tur. 2 filialdan bir xil, baholar ham bir xil, mahsulotlar ham bir tur aksiya. Hammasi bir xil aksiyalar. Ha, navdan boshladi xudo xolasa bu aksiyani. Aksiyamizga keladigan bo'lsak, gaz plitadan boshladik, rahmatchilar. Gaz plitalarni ko'rib turganingizda katta assortimentda do'konimizda ko'pmiz. Royson brendi, Energy brendlari bor. Zifler bu tarafda stolniy kerak deganlar uchun 90lik, 60lik variantlarni topsanlar bo'ladi katta assortimentda. Bu tarafdan Energy, Ideal, Ferry,
Xullas, hamma brend tavsiyalar bo'ladi. Narx-navolarımıza keladigan bo'lsak, 1.800.000 so'mdan boshlanadi rahmatjana. Baholarimiz 1.800.000 dan boshlanadi. 1.800.000 so'mning ichida dastavkasi, uстановkasi, Spark uchun 2 ta bilet ham bo'ladi. Dastavka uстановка. Dastavka Spark uchun bileti. Endi asosiy sovg'asi nima deb qiziqib turgan mijozlarimiz uchun sovg'asidan 3 qozonlar to'plami mutlaqo tekina bo'ladi. Do'konimiz nomidan bo'ladi. Xudo xolasa ko'rib turasiz. 1.800.000 so'm oldingiz. 1 million so'mlik qozonlar to'plami yonidan mutlaqo tekina qo'shib beriladi. Shuni sovg'at beraveramiz. Beraveramiz hammasini. Mo'ja obunachilarimiz uchun xudo xolasa. Bu sigarok chaynagi ham Sigarok ketdi. chaynagi, polni katta qozonlari ko'rib turasiz. Hammasi sifati zo'r bo'ladi. 1.800.000 dan ham 2.5 mingdan ham shu baham. Shu baho hammasida 3 sovg'alar qo'shib beriladi. Obunachilar ham sigarok chaynagini uxlab qolgan ham turib beradi bu. Sigarok turadi. Agar bu narsadan kerakmidi modasilar, birdan zo'rdan dimoxotini beramiz rahmatjana. Bu vajan kerakmidi menga desa? Vajan kerakmidi desa, dimoxot ham eng zo'ri bo'ladi. 3 yil garantiyasi bor. Yonida mutlaqo tekina bo'ladi. Gazli xarid etgan mijozlarimiz uchun. Katta asortimentda xudo xolasa do'konimizga kelib qo'yibmiz. Endi rahmatjana, xoldinglarga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda eng talaba kuchli bo'lib turgan narsalardan birisi xoldinglar. Xoldinglardan ko'p yerlarda bahosi misolchi qimmat sotib turibdilar. Bizani do'konimizda aksincha arzon bahoda yonida zo'rna sovg'alar bilan skidkalar qo'yib berajakmiz bugun. Ham arzon. Ham sovg'alar qo'shib beramiz. O'zini tan narxidan ham qimmat bo'lgan sovg'alarni qo'yib beramiz rahmatchilar. Sizning obunachilaringiz uchun xudo xolasa bu aksiyamiz Lachin Texnoda taklifning zo'ri. Endi xoldinglarga keladigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek katta asortimentda do'konimizda tavsiyalar bo'ladi. Zifler brendi, Beston, Zifler, Pazis, Seventage, Lumax, Pazis, undan tashqari bu tarafda Energy, hamma brend tavsiyalar bo'ladi xudo xolasa do'konimizda. Istalgan brendni, istalgan odamni ko'ngliga yoqadigan, o'zini misol uchun izlagan holdagi topib kelsalar bo'ladi. Do'konimizda narx-navolarimizga keladigan bo'lsak, 5.200.000 so'mdan boshlanadi. Pazis holdingi 5.400 dan 5.200 ga tushgan. Beston holdingi 5.900 dan 5.500 ga tushgan. 5.200 ga tushgan. Skidka chegirmada 7 millionligi 6.500 ga tushgan. Bu yon tarafdan 6.9ligi 6.500 ga tushgan rahmatjana. Hammasi zo'r skidka aksiyalarda o'tdi hozir. Qaraydi. 5.200 ga tushdi dedingmi buni? 5.2 ga tushdi. Ol endi do'shat bora nov qo'shib beramiz. Endi misol uchun Pazis holdingi 5.200 ga tushib turibdi. Skidkada sifat zo'r 3 yil garantiyasi bor. Sovg'alarga keladigan bo'lsak, shu 5.200 ga oladigan bo'lsangiz ham yonida sovg'asini 1.5 millionlik pechkasi Lumax brendidan bo'ladi. Sifati zo'ri. Agar somsangizni pishirmasa, boshqasi almashtirib beramiz. 90 kunlik do'konimiz nomidan garantiyasini beramiz bu pechga ham. Sifati eng zo'ri bo'ladi. Buni o'zi 1.5 million arzon yerida 1 million sotib turibdi. Undan tashqari bir dana Plisozo Lumax brendidan bo'ladi ham. Sifat kachestasi eng zo'ri bo'ladi. Do'konimiz nomidan 90 kun garantiyasini beramiz. Servisidan 3 yil garantiyasi bo'ladi. Ya'ni 90 kunning ichida ko'nglingizdagidek ishlab bera olmasa, yo bo'lmasa 90 kunning ichida zavodskiy defekt chiqib qolsa, boshqasi almashtirib beriladi. Do'konimiz nomidan bo'ladi bu. Buni tan narxi 1.5 million so'm. 2.5 million so'm bo'ldi. Endi asosiy sovg'amiz 43 talik televizor bo'ladi. Gold Star firmasidan 3.500.000 so'm sotib turibdi. O'zimiz do'konimizda. Bu ham eng zo'ri bo'ladi. Ekran zashtali Android 15 bo'ladi. Sifatdan gap bo'lishi mumkin emas. 3 yil garantiyasi bo'ladi buni ham. Do'konimiz nomidan 90 kun garantiyasi beriladi. Ya'ni 3 oy ishlatib ko'radilar rahmatchilar. 3 oyning ichida bu televizorni yoqmadimi desalar, yo bo'lmasa nodir muammosi chiqib qolsa, do'kon olib keladilar, o'rniga boshqasini beramiz. Almashtirib. Xolosalar ishidan 5.200 lik narsa. 5.200 narsalarim 3.5, 1.5, 5, 6 millionlik sovg'a. 5.200 so'm holding olib turibdilar. Yonida qo'shimchasidan 6 millionlik sovg'asi qo'shib beriladi. 6 millionlik. 6 millionlik. Xolasa 5.200 lik narsa. Xolasa 6 million, xolasa 7 lik narsa. Yetaveradi. Shu sovg'alar ichindami? Shu sovg'alar qo'shib beriladi. Mutlaqo tekina bo'ladi bu. Obunachilar savollarni o'zlaringiz berib baho beraverasizlar buni. Xudo xolasa bu aksiyamizdan kelib foydalanib qolishingiz mumkin. Bir pasport evaziga muddati to'g'on xarid qilsangiz bo'ladi rahmatjon. Bir pasportni o'zi yetarli kelib. Istagan birsini xohlagan topshirib bo'ladi. Hozirgi so'nggi zamonaviy ikki eshikli. Sifatna garantiya, hammasi sifati zo'r mahsulotlar ko'p kun. Olmanda bu sovg'alarim bor desa nechik bo'ladi? Bu sovg'alar bormanda desalar, Mega brendidan 50 dyumli sifati eng zo'ri bo'ladi ham bir dana televizor qo'shib beradi. Besplatniy, mutlaqo tekina bo'ladi. Bu sovg'alarim bor desa, 50 lik televizorni qo'shib beramiz. Televizor ketdi, bu narsa kerakmi desalar. Obunachilar qaranglar, xalidlikdan oldin endi bir dana televizor. Xudo xolasa, Lachin Texnoda zo'r taklifni zo'ri. Vamma kerakmi desalar, hozirgi kunda rahmatchilar eng kerak narsadan birisi ko'chada 60 gradus, 70 gradus isib turibdi, konditsioner. Bir xolding oladilar, yonidan mutlaqo tekina birdan konditsionerni olib borib beramiz, xudo xolasa. Yonidan tekina bo'ladi bu. O'zi kun qizib turibdi hozir. Kun qizib turibdi. O'zi konditsioner olamanda yuribdilar. Shunda xolodalik olsa yanida ikkisini qo'shib olib ketaman endi. Ikkisini birdan endi olib ketadilar. Ya'ni bir xolding oladilar, konditsioner tekina bo'ladi. Konditsioner ichida podarki bu. Podarki mutlaqo tekina bo'ladi. Bu ham eng zo'ri inverter motorli 30-35 kvadrat yeringizni bemalol isitib sotib beradi. Garantiyasi bor bundan. Sifati eng zo'ri bo'ladi. Imkoniyatlar ham zo'r, xudo xolasa. Xohlagan sovg'ani olaversinlar. Xohlagan sovg'asini tanlab olaveradilar, xudo xolasa. Undan tashqari bir dona ugolok ham bor, rahmatchilar. Konditsioner ham borman desalar, shu katta ugolokni ko'rib turasiz.
Yanında mutlaka tekene bo'ladi. Stoli, 3 tane kürsüsü, üşüge o'tirgan 15 adamlık ugalok bo'ladi. Hem öyle bu men dese golokdan beraber. Ugalokdan beramiz mutlaka tekene. Buna çalma qaranglar. 5200 ming so'm bir dana holding aldilar misol uchun, bo'lmasa 6 million aldilar. Endi misol uchun kalkulyatorga girib hisob kitob ko'rsangiz ham bu narsani addin olaman desangiz, hech qachon bu biz aytib turgan bahada hech yerdan bermaydilar. Xudo xolasa kelib do'konimizdan şu aytilgan aksiyalarda 7 günün içinde gelip xarid etib olsalar bo'ladi bemalol. Shunda kuxniyaga o'zi xolodilnikka kelsalar. Holdingga keldilar. Golokdan so'ng shunda kuxniyaga ishi bitib qoladimi? Yana polni ham ishi bitadi xudo xolasa. Bu narsalar aynasalar, yangiliklarni zo'ri xudo xolasa, Lachin Texnoda. Lachin Texnoda holdinglarimiz ham ko'p katta assortimentda farklı variantlardan tasarlanib bo'ladi. bo'ladi. Katta variantlarni ko'rsatding. Menga endi kichikroq variantda toza xo'jalikman deyillar uchun. Toza xo'jalikman deganlar uchun kichkina holdinglarimiz ham bayna. Ko'ptonazda 2200 ming so'm. Bu yon tarafda 3 million so'mlik variantlar ham bor. Zifter brendi bo'ladi. Sifat qaçlarına gap bo'lishim kerak. Bu holdinglarimizda hammasini 30% skidga ketib berajekmiz. 30% mi? 30%. Şu tan narxidan 30% minus atib 7 gün içinde gelip xarid etib ketsalar bo'ladi. Xudo xolasa yanına so'g'ilamiz. Ya'ni bu safar xudo xolasa bahasini sindib beramiz. Al to'lamlari nechta bo'ladi bunda? To'lamlari xolasalar onlayn savdo orqali shu telefon nomerini yozib qoldiramiz. Biz bilan bog'lanib WhatsAppda, Telegramda, Imo'da hamma ilovalarimiz bor xudo xolasa. Moskvadan turib ham bog'lanib xarid etsanglar bo'ladi. Yo'q, men muddatda to'lab olacakman desangiz, bir pasportni o'zi yetarli. Bir pasport bilan kelasizlar, olacak vaqtingizni tanlaysizlar, bir pasportni o'zina ishlaringizni bitirib beramiz, xudo xolasa. Xolasa bir pasport bilan kelsin. Hozir bizdan chet eldan ko'rib o'tirganlar, Rossiyadan ya boshqa yerdan. Onlayn pulni tashlab uyina dastavkani uyga beraveramiz. Ishlab beramiz, dastavka. Garantiyalari bilan. Garantiyalardan beramiz. Spark uchun biletlarni ham yozib beramiz. Spark ham xudo xolasa tez arada o'ynaymiz, dimoz qoldi. Bir oyday vaqt qoldi. Bir oyning ichida o'ynab beramiz Sparkdan. Yine bu narsalar. Spark'ın shunda bir oyday vaqt qoldi bu. Bir oyning ichida egasini topshirib, egasini aniqlab topshiramiz. Xudo xolasa ondan Lachin Texnoda vejlarni olaverasizlar. Agar omaddan kelsa Spark egasi bo'lish mumkin. Spark egasi ham bo'lishlari mumkin, xudo xolasa rahmatjon. Endi hozirgi kunda eng sezonaviy narsadan birisi konditsioner, rahmatjon. Shu hozir eng sezon. Eng kerak narsalardan birisi do'konimizdan katta assortimentda konditsionerlar topsanlar bo'ladi. Ko'pto'laringiz istalgan brend topsanlar bo'ladi. Menga brend kerak deganlar uchun Samsung brendlari, Avalon brendi, AUX brendi, Premier, Shivaki, Immer, Artel, xullas hamma brend topsanlar bo'ladi. Narx navolamizga keladigan bo'lsak 4 million 200 ming so'mdan boshlanadi. Artel brendi 4 million 200 ming so'm, Tcel 4 million 200 ming so'm, Immer brendi 4 million 900 ming so'm, Sevintage 6,5 dan 5,800 ga tushgan. Samsung 5,5, AUXma 5 million. Yurtlarinizda Avalon 6 million 900 ming so'm. Hamma brendni topsanlar bo'ladi, xudo xolasa. Hozir o'zi kunisi, hammada o'zi konditsionerga ketib turibdi bu. Konditsioner o'zi eng talab bahosini bahosini ko'taravermadikmi o'zi kunisi? Yo'q, bahosini skidga atib, yonidan sovg'alari bilan xalqimiz uchun bizada sezoni gap turgan narsalar ham skidga qo'yib berajekmiz, xudo xolasa. Sezoni keldi, ham skidga qo'yamiz, ham sovg'asi bilan beramiz. Ham sovg'asi bilan, xudo xolasa. Endi istalgan bir konditsioner xarid etib olgan bo'lsangiz, yonida mutlaqo tekina ushiga o'tirgan bagemalar to'plami, undan tashqari 2,5 million so'm sotib turgan do'konimizda Litvo firmasidan 40 lik televizori mutlaqo tekina qo'shib beriladi. 40 lik televizori? 40 lik televizori, 32 lik emas, katta bo'ladi bu. Undan tashqari bagemalar to'plami 1 millionlik. Mutlaqo tekina bo'ladi. Xolasangiz 18 likni oling, xolam 12 likni oling. Xullas 36 gacha bo'lgan stoykli variantlardan topsanlar bo'ladi do'konimizda. Ko'rib turganingizdek, katta assortimentda ko'p har xil variantlari bor. Brendlardan istalgan brendni qo'ldan kelgancha do'konimizda sig'inchasidan ko'p. Mana rahmatchilar, hozirgi mijozimizga bir dana konditsioner xarid etib oldi. Menga bagemaga televizor kerakmi dedi. Zo'rdan bir dana holding berdik. Hozir og'amizni ham chaqirib bir videoga tushiramiz. Xolasa bagema olsin. Xolasa bagema bilan. Xolasa televizor olsin. Xolasa bulanasın, yo'q, men bu yer bajaran kerakmi desalar, ushiga o'tirgan televizorni, holdingni mutlaqo tekina qo'shib beramiz konditsioner yoniga. Shu konditsioner aslida shuni qo'shib beramiz. Qo'shib beramiz, mutlaqo tekina bo'ladi. Shunda hozir og'am xarid etdi deysanmi? Xarid etib oldi, o'zlaridan ham eshitamiz, rasmiy olganmi, necha so'z isboti bilan. So'z isboti bilan ifoda qilamiz. Xudo xolasa, Lachin Texnoga keldim. O'zi savdo jarayoni ustidan gapiramiz-da. Savdo jarayonimizda navbatdagi savdomizda rahmatjon, og'amiz zo'rindan Ofit degan modeldagi konditsioner xarid etib oldilar. Eng arzon narxlarda naqd pula baraka bo'ldi. Sovg'asiga kelgan bo'lsak, sovg'asidan zo'rindan birdan holding qo'shib beramiz og'ama. Mutlaqo tekina bo'ladi bu. Dastavkasi, ustonkasi, undan tashqari Spark uchun biletlari, adin sovg'alardan beramiz og'ama. Nechik bo'ldi og'a narxdan ola? Rahmat, hammasi normalniy. Taklif etamiz. Hammasi yine ko'ngildagidek arzon. Reklamadagidek bo'ldi emas. Reklamadagidek bo'ldi. Baholardan ham aytilgandan ham qaytib skid ketib beramiz og'ama. Hammasi normalniy. Shunda shavel aytilgandek. Bir konditsioner oldingiz, yonda holding qo'shib berdi. Holdingning sovg'alari hozir o'zi Spark'a bilet 40 gradus issiq konditsioner ham oldingiz. Yonda holding ham yetdi. Xudo xolasa. Boshqalarni taklif etamiz. Taklif etamiz. Buni chalayna. Barchani Lachin Texnoda ketib qolamiz. Endi rahmatjon, Go'rtonazda avtomatik mashinalarni ko'rsak, avtomatik mashinalar katta assortimentda do'konimizda har xil brendlari bor. 6 kg, 7 kg, 8 kg, 10 kg gacha bo'lgan istalgan brend topsanlar bo'ladi. LG bu yon tarafda Hisense, Magna, Vesta, Rules,
Midea, Bestin, Avalon hamma variantlar tasavvur bo'ladi, xudo xolasa. Narx-navolarimiz ham keladigan bo'lsak, 3500 dan boshlanadi. 3500 ming so'm Magna varianti bor. Undan tashqari bu tarafda Bestin 5900 ming so'mdan 5400 ming so'm chiqaradi buni. 10 kiloluk bo'ladi. Sifat qachitasina gap bo'lishi mumkin emas. Eng zo'ri bo'ladi. 1 metr motorli. Bular hamma variantdan tasavvur bo'ladi. Avalon brendi 4700 ming so'm. Sifat qachitasina ham gap bo'lishi mumkin emas. Avalon degan eng brendi bu. 3500 dan boshlaydi. 3500 dan boshlanadi. Xohlagan yo'sini topsa bo'ladi Xohlagan firmasini. brend bor, xudo xolasa. Brendini olindi bularni nima qo'shib beramiz bularni? Sovg'asidan keladigan bo'lsa, rahmatchilar, zo'rindan birdan 40 kishi tezroq qo'shib beramiz. Shu ko'rib turgan tezroqlaringizdan mutlaqo tekina olib ketsangiz mumkin. Birdan avtomatik mashina olasiz, yonida dostavka sumkasini ishlab beramiz, Spark uchun biletlarni ham beramiz. Undan tashqari birdan tezroq mutlaqo tekina bo'ladi sizda. Endi 3 million 500 dan olsam. 3500 dan oldingiz. Tezroq qo'shib beramiz. 3 millionlik birdan tezroq mutlaqo tekina bo'ldi. Xohlasa 4700 dan olsin. Xohlasa 4700 likni, xohlasa o'zidan kerakini tanlab olaveradilar. Xudo xohlasa birisini deb aytamiz. Tanlab olaversin. Hammasida bor. Hammasida 3 sovg'alari qo'shib beriladi, tezroqlari. Enasilari 3,5 olasizlarmi, 5 millionlik olasizlarmi, farqi yo'q ketadi. Farqi yo'q, hammasina ketadi. Endi mana tezroq kerakmi desalar, birdan pilisos, rahmatjon aka, banki charakli bo'ladi. Sifati eng zo'ri 1 million 800 ming sotib turibdi ekanmiz. Birdan pilisos yanında birdan Brando firmasidan 32 lik tezroq bo'ladi. Arzon yerinde 1 million 200 ming sotib turibdi Brando firmasiniki 32 ligi bo'ladi. Sifat qachitasida gap bo'lishi mumkin emas. Pilisos ham tezroq ham do'konimizdan undan 90 kunlik garantiyasini beramiz. 90 kun ichida 90 garantiyasi. Avtomobil muammosi bo'lsa, olib kelib o'rnina boshqa almashtirib ketish variant huquqlarini ega bo'ladilar, xudo xolasa. Do'konimizdan undan Lochin Texnoning taklifini zo'ri mijozlarimiz uchun mijozlarimiz o'ylangan holda xudo xolasa bu aksiyalarimizni qo'yib berib turibmiz. Aynan, kirmashilarni yurtsalar shunday sog'lom qo'shib beramiz. Sovg'alari xolasa pilisos bilan tezroq 32 lik, xolasa kattasidan bir tezroq. Hozir hozir kun usti, hamda kun usti konserni qurdilar. Endi ko'chaga chiqib imkoniyati yo'q kunduzgida. Televizorlarimiz kichkina hozir televizordan boshqa hech ko'rishning iloji yo'q. Televizorlar ham yana yurtlarimiz rahmatchilar katta assortimentda 32, 43, 50, 55, 65, 75, 85 gacha variantlar bor, har xil variantlardan. Katta assortimentda do'konimizda kelib qo'yibmiz. O'zingizga yoqqan brendni, yoqqan misol uchun birsini tanlaysiz, yozilib turgan bahosidan 20% skidka ketib beramiz rahmatchilar. Shu yozilib turgandan 20%. Misol uchun Volto firmasiniki bo'ladi, sifati zo'ri, smart bo'ladi, 2 million 200 ming so'm. Minus atamiz 20%. 1 million 760 ming so'm tushib qolsa shu televizor. 1 million 760 ming so'mga 43 lik televizor, uni yanına Spark uchun biletlari dostavkasidan ishlab beramiz, xudo xolasa. Dilshod javobmi shu? 100% ga gapimizga javob beramiz, garantiya. Do'konimizga kelib 3 televizorni so'ragan mijozlarimiz uchun kelib upakovkadan chiqilmagan holatda 3 tan narxda aytilgan bahosida olib ketishdan 1 million 760 ming 760 ming so'm tushib qoldi. 2200 dan. 2200 dan. 20% skidka. 20% skidka. Misol uchun 32 liklarga keladigan bo'lsak, 1 million 200 ming so'mdan boshlanib 1 million 900, 1 million 800 ming so'm har xil variantlarini tavsiyalar bo'ladi. Misol uchun Avax brendi bo'ladi 1 million 200 ming so'm. 1 million 200 ming so'mdan 1 million 200 ming so'mdan min sotamiz 20%. 960 ming so'mga tushib qoladi sizga. 960 ming so'mga televizor. 960 ming so'mga televizor. Televizor bizdan do'kondan olib ketsangizlar bo'ladi. 20%. 20% skidka. Onasan maqanglar, Lochin Texnoda nima bo'lyapti? Shunda 7 kun davomidami? 7 kun davomida kelib do'konimizdan xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Endi misol uchun boshqalardan ko'rsanglar uchun Artel va 2 million 400 ming so'm. Buni ham 20% skidka deb ketsanglar bo'ladi. Bu yon tarafda Volto va Inoda 1 million 800 ming so'mga ham bor rahmatchilar. Qani 1 million 800 ekan, necha so'mga tushib qoladi? Mana bir ko'rsatsan. Endi eng qiziq yeri 1 million 800 ming so'm olgan bo'lsangiz 43 talik bo'ladi. Garantiyasi bo'ladi. 1 million 440 ming so'm, 43 lik televizor. 43 lik. 1 million 440 ming deysanmi? 1 million 440 ming so'm Lochin Texnodan kelib ketsalar bo'ladi. Yana berib beradi javobmi? Garantiya. Yana keyin qolmadi, o'zi birsi bor degan gap yo'qmi? Bizda xudo xolasa izi bor, to'p beramiz. Inom bo'lsa 440 ming so'm. 1 million 440 ming so'm 7 kun davomida. 7 kun davomida ketsalar bo'ladi. Endi bu yon tarafdan farqli variantlari bor. 50 lik, 55 lik, 65 lik. Misol uchun 50 lik televizor 3 million 600 ming so'm. Hisob kitob etamiz. 3 million 600 ming so'm minus 20%. 2 million 880 ming so'm 50 lik katta televizor. 43 lik televizorning bahosini ham arzonlab ketsanglar bo'ladi. 43 likning ham arzon. 43 likning ham arzona 2 million 880 ming so'mga tushib qoladi. Endi misol uchun bu yon tarafda 65 lik, 55 lik, 55 likdan eng arzon 4 million 500 ming so'm Mytech firmasi bo'ladi. Ko'rdiingizlar, o'zi aksiyada 4 million 500 ga tushgan. Endi 4 million 500 ming so'mdan 20% skidka ketib beramiz buni. 3 million 600 ming so'mga 55 dyumli televizor beramiz Lochin Texnodan. 3 million 7 kunning ichida 3 million 600 ming so'mga tushib qoladi 4 million 500 ming so'mlikka. Yana eshik yo'q. 4 million 500 lik. 4 million 500. 3 million 600 ga tushib qoladi. 3 million 600 ming so'm. Mytech brendi bo'ladi. Rasmga tushirib internetdan bemalol baholarni ko'rsangizlar bo'ladi. Xudo xolasa baholarimiz 100% garantiya. Bu yon tarafda 65 lik, 75 lik hammasidan 20% skidka amaliyat turibdi. Hammasida bormi? Hammasida bor xudo xolasa. Televizor oldidan sezon keldimi? Televizorni oldidan vaqti gap turibdi hozir.
Aksiyadan foydalanib Bular pasanlar ham bo'ladi. shu bir pasport qalasan, Hamma hammasi ketaveramiz. Baba, bir pasportni o'zidan chiqarib beramiz. Tanlaganingizda. Endi pulaqdan kirmashlar, rahmatchilar, ko'rib turibsizlar, pulaqdan kirmashlar katta assortimentda taqsimlab bo'ladi. 5 kilogramdan boshlanib 11 kilogramgacha bo'lgan variantlari bor. Brendlar ham Volto, Energy, yon tarafdan farqli variantlari bor. Ario. Hamma brendni taqsimlab bo'ladi. Bularni ham xohlagan birisini xarid qilasiz, yonida birdan sushilkasi, birdan gazalkasi sovg'asidan beriladi. Baholari 700 ming so'mdan boshlanadi, rahmatchilar. 700 mingdan. 700 ming so'mdan boshlanib ketaveradi. 1 million 800 2 milliongacha bo'lgan variantlari bor. Sovg'asi ham bormi ichida? Sovg'asina birdan sushilkasi 250 ming so'm, birdan gazalkasi 250 ming so'm. Inasilar Sovg'asina qo'shib beriladi. Katta assortimentda o'zingizga yoqqan brend topasiz, yonida birdan sushilka, bir gazalka beriladi. Endi plisozlarni ko'pchilik so'rab turadi, rahmatchilar. Biz videolarda plisozlarni ko'p ko'rsatamiz. Plisozlarni ko'rib turamiz, katta assortimentda do'konimizda bor. Baholarimizga keladigan bo'lsak, 400 ming so'mdan boshlanadi. 400 ming so'mlik ham Samsung plisoz bo'ladi, 3 yil garantiyasi bo'ladi. Xohlagan birisini tanlab olasiz. Misol uchun 400 ming so'm buni oling xohlasangiz. 400 ming so'm desam bilishadi. 400 ming so'm plisoz Samsungniki bo'ladi. Samsungniki 400 ming so'm plisoz. Plisoz ava. 400 ming so'm olgan bo'lsangiz ham mutlaqo tekina o'sha do'konimizdan kirganda sovg'alar to'plami bor. O'shadan o'zingizga qaysi birisi kerak bo'lsa tanlab olaverasizlar. 400 ming so'm misol uchun plisoz xarid qilib oldingiz, yonidan mutlaqo tekina xohlasangiz bu yerda qozonlar to'plami. Ya bo'lmasa bu yerda o'zingizga kerak bo'lgan istalgan birisini tanlab olaverasiz. 400 ming so'mlik narsangiz ham xohlasangiz 1 million, xohlasangiz 2 million qilavering. Qara 400 minglikni oldi, qozondan oldim. Qozondan bor mutlaqo yonida tekina bo'ladi. Shunda necha so'm tekin bo'lib qoldimmi? Endi kalkulyator yozib hisob kitob ko'rsangiz, bu hisob kalkulyator to'g'ri kelmaydi. Yana bunachalar qozondan bor 400 ming so'mlik prizosini oldinglar. Ichida shunda ishni tanlab olamiz o'zi? O'zingizga kerakini tanlab olaveradilar shundan. Endi misol uchun o'zlariga kerakini topsalar bo'ladi. Samsung brendi, Clio, Technomir, Ziber, Zifler, Beston hamma brendlar bor bu yerda. Hamma brend topsalar bo'ladi. Artel, Avalon, Monix istalgan brend bor bu yerda. Shunda xohlagan prizosini oldilar. Sovg'ani o'zi tanlab olaveradi. Sovg'asini o'zi tanlab olaveradilar. Brendning hammasi bor bu yerda. Brendning hammasi bor. Yonida Spark uchun biletlar ham beramiz. Xohlagan bir saladilar, Spark bileti sovg'asi bor. Endi bu yon tarafda pechki mikrovolovka so'raganlar uchun yo'rtlanizda pechki mikrovolovkalarning farqli variantlari bor. Istalgan brend taqsimlab bo'ladi. Bularning bahasi 500 ming so'mdan boshlanadi. 500 ming so'mlik narsangiz ham hozir aytib o'tgan sovg'alardan birisini tanlab olasiz. Undan tashqari Spark uchun bilet ham qo'shib beramiz do'konimizdan undan. 500 ming so'mdan boshlaydi. 500 ming so'mlik narsangiz ham yonida sovg'asi bor, xudo xolasa. Sovg'asi va Spark bileti bor. Spark biletlar ham bor. Xulosa 500 Spark to'plash imkoniyatlari ham bor, xudo xolasa. Bularning farqli variantlari bor. 55 litr, 60 litr so'rab turganlar uchun ham farqli variantlarni taqsimlab bo'ladi. Teyinda morozinklarimiz ham bor. Morozinklardan Hings firmasidan 3 yil garantiyasi bor. Katta hajmdagi morozink so'rab turgan mijozlarimiz uchun do'konimizga kelib olsangiz bo'ladi. Do'konchilar uchun, misol uchun, bo'lmasa qassoblar uchun yo uy uchun ham olsangiz bo'ladi, katta hajmdagi. Endi rahmatchilar, telefonlarni ko'rsatib o'tsak, telefonlar ham zo'r aksiya ko'pmiz xudo xolasa. Do'konimizda ham istalgan brenddagi telefonlarni topsangiz bo'ladi. Bu yon tarafda Samsung, misol uchun bu yerda S partiyadagi premium telefon so'rab turganlar uchun S23, S22 Ultra, S25 Ultra variantlarini topsangiz bo'ladi. Bu tarafda Honor telefonlari, hamma brenddan bor, X5da, X9da, X7da. Bu yon tarafdan ko'rganingizda игровой telefon so'raganlar uchun GT30 Pro. Bular hamma brend taqsimlab bo'ladi. Do'konimizda telefonlar bo'lgan assortiment juda katta. O'zingizga kerakini xohlasangiz iPhone'lar ham bor. iPhone'lar ham iPhone 11 dan iPhone 17 Pro Maxgacha bo'lgan ishlatilgan variantlar ham bor, toza variantlar ham bor hammasidan. Hammasi zo'r baholarda, istalgan birisini, xohlagan birisini bir pasport evazidan muddatli to'lov chiqarib beramiz. Farqli variantlarda xudo xolasa, xohlasangiz naqd pulga kelib, o'zining ustida eng so'nggi arzon baholarda, misol uchun xohlagan birisi olasiz, yonidan o'sha aytib o'tilgan sovg'alardan birisini tanlab olaverasiz. Bularning telefonlari ham hammasidan shu sovg'alardan birisini beramiz. Shuna telefon so'rash, sovg'alarni tanlab olaveramiz. Tanlab olaveradilar. Qaysi birisi kerak bo'lsa, o'zidan misol uchun baholarni keladigan bo'lsak, 1 milliondan boshlanadi rahmatchilar. 1 millionlik ajib Ion telefoni bo'ladi. 1 million ofitsial garantiyaga ega, sifatdan gap bo'lishi mumkin emas. 1 millionlikni oladigan bo'lsalar ham o'shada ko'rib turgan sovg'alardan birisini tanlab olaveradilar. Yine sizlere 1 million so'mdan boshlaydi. 1 million so'mdan boshlanadi. Endi planshetlar ham bor bu yerda. Planshet so'raganlar uchun 999 ming so'm aksiya chiqib qo'yibmiz bu planshetni. 999 ming so'm. 999 ming so'm, ichida klaviatura, mishki, hamma narsasi chiqadi. Sifatdan ishlashlar ham zo'r. Katta planshet bo'ladi. Kelib xudo xolasa do'konimizdan bir pasport evazidan muddatli to'lov xarid qilsangiz bo'ladi. Endi 10 sovg'ani beraman dedik mana videoning boshida. 10 sovg'a beramiz mutlaqo tekina. Rahmatli aytib o'tilgandek, o'tgan safargi videoda kommentariya shouga 10 dan qozonlar bo'lib qo'yib berdik. Hozir shuni egalarni aniqlaymiz. Ya'ni 5 ta Instagram obunachimiz arasida, 5 tanasi YouTube'dagi obunachilar arasida egalarni aniqlab topshiramiz hozir. O'tgan safar shu kommentariya qo'yilganlar. Qo'yilganlar sovg'alari bor. Uydan chiqmish
Bo'lgan kommentariy yozgan uchun beraveramiz shuni. Kommentariy yozganlarga beramiz. Like bas kommentariy yozgan bo'lsa bo'ldi. Bo'ldi. O'tgan safargi videomizda rahmatjon, yana 2 hafta bo'lgan ekan, 1000 avdan kommentariy bo'lgan ekan, aktiv zo'r bo'libdi. Aktivga gap bo'lishi mumkin emas. 1000 dana Barchaga rahmat kommentariy yozganlarga. Hammangizga katta rahmat. Hozir shunda bu hozir o'nisi 5 tani kommentariy yozganda ketdimi? 5 tanesini YouTube orqali hozir aniqlab egalarini xudo xolasa aniqlaymiz. Qanday necha marta o'tirasan tasoddufiy? Necha marta o'tiramiz? Endi 1000 dana ko'p edi, oz emas. Bir 5 dan, birsida 4 dan, 3 dan, 6 dan, 10 dan o'tirib aniqlasang har yerdan chiqsa. Bo'ldi, 5 yacha o'tiraman unda pasa. Eng deyinda qolib ketgani so'g'an egasi bo'ladi. Qanasi o'tirib. Eng pastda qolgani. 1 2 3 4 5 ketdi. Kim qoldi? Darmon M degan. Allohim menga ham nasib etsin inshaalloh. Mana xudo xolasa nasib etdi. Xudo nasib etdi sizga. Tabriklaymiz. Bir qozonni bor, xudo xolasa egasini aniqladik. Birsi ketdi. Birsi ketdi egasini. Birsi ketdi. Endi yana bitta o'tiraga tushirib olik. Ikkinchisini 7 gacha. O'tirib 7 har yerda. Har yerda o'tir. 1 2 3 4 5 6 7 Getdi yana. Saodat Matchanova, Lochin Texnoga omad, ishlaringizga rivoj barakasini bersin deb yozgan ekan. Rahmat katta. Ikkinchi qozonlar bor. Bir qozonlar bor do'konimiz nomidan. O'tib oldingiz. Tabriklaymiz. Ikkinchisi ham ketdi. Endi rahmatjon uchinchisi. Necha marta o'tiramiz mana? Uchinchisini 10 marta o'tirik. 10 marta pastga. Endi yana har yerdan chiqsin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Getdi yana. Bahrom Xolmuratov, assalomu alaykum, ishlaringizga omad. Men Amudara rayonidan gaplaringizga ishonib borsak bo'ladimi? Borgandan keyin boshqa gapmi? Kelavering, xudo xolasa, aytilgan gap bizada xudo xolasa hech qanday o'yin yo'q. Aytilgan aksiyalarimizni xudo xolasa 100% garantiya ishlab beramiz. Tabriklaymiz. Bir qozonna bor ham o'tib oldingiz deng. Kommentariyada endi kelsak bo'ladimi deb yozgan odam, yana yozib, zo'r yozibdilar. Kommentariyada shuni ko'pchilik bizlar yozib turibdi kommentariyga. Bo'lsa ham shu aksiya bo'ladimi o'zi, yo bo'lmasa borgandan keyin boshqacha bo'ladimi? Qanotli qilib aytasizlarmi? Yo'q, bizada aytilganda yana do'konimizda 40 zavodda joylashgan. Livo odam telefon tutib lokatsiya tashlab desangiz, lokatsiyalarni tashlab beramiz. Kelib, o'zim bilan gaplashib, xudo xolasa savdolashib, aytilgan aksiyalarni aytilgandan ham ziyoda bilan sovg'alarni qo'shib beramiz, rahmatjon. Shunda hozir 3 tanasi yetdi kommentariyga. Ikkisi qoldi. Qani yerga keldik. Oxiridan chiqdik. Oxiridan chiqdik. Endi yuqoriga qarab chiqdik. Endi yuqoriga qarab 4 marta tortdi. 1 2 3 4 Qani pastda qolgani Sarvuguli Ibragimova, ishlaringizga omad deb yozgan ekan obunachimiz. Sog' bo'ling, birsini qozonda bir o'tib oldingiz. Oxirgisi qoldi. Endi 5-chisi. 1 6 gacha sani. 1 2 3 4 5 6 Qani getdi yana. Keyingi g'olibimiz 40 zavod deb yozgan ekan. Umidjon Baltayev. Tabriklaymiz, qozonda bir o'tib oldingiz. Getdi xudo xolasa. 40 zavod deb yozgan uchun obunachilar qozonda bir o'tdi yana. Nav yazsangiz ham farqi yo'q. Ishida o'tirgan vaqtimiz siz chiqib qolsangiz bir qozonda bor, Lochin Texnodan sizga sovg'a bo'ladi. Bizlarga kommentariy yozib, qo'llab-quvvatlab tursangiz, shunday sovg'alarni xudo xolasa keyingi videolardan qancha ko'p aktiv zo'r bo'lsa, shunga qarab zo'r sovg'alarni qo'yib beramiz sizlar uchun. Like bosgan bo'lsang kerak lekin. Like bosib, bizlarni qo'llab-quvvatlab tursangiz, xudo xolasa do'konimizdan ham kutib qolamiz. Aksiyalarimiz davom etib turibdi. 7 kun davomida aytib o'tilgan aksiyalardan foydalanib qolsangiz bo'ladi. Barchani Lochin Texnoda kutamiz.